Ko'pchilik adashtiradigan fashistlar va natsistlar bir xil narsami? Fashistlar va natsistlar nimasi bilan farq qiladi? Men Dervish Not va biz jonlangan tarix sari yo'l olyapmiz. Fashistlar fashizm tarafdorlari bo'lib, nosog'lom millatchilik, kuchli rahbarga sig'inish, yagona partiya tizimi, muxolifat va erkinliklarni bostirish hamda ommaviy targ'ibotni qo'llab-quvvatlaydilar. Buning yaqqol misoli Mussolini Italiyasidir. U yerda korporativ davlat va jamiyat intizomga alohida e'tibor qaratgan edi. Natsistlar, xususan milliy sotsialistlar esa fashizmning nemischa ko'rinishi hisoblanadi. Ammo ularning asosiy farqi irqiy ustunlik g'oyasi va antisemitizmdir. Bu o'z davrida tizimli ta'qiblar, qirg'inbarot urush va Holokostga olib keldi. Aytish joizki, har bir fashist natsist bo'lavermaydi. Chunki irqiy nazariya va genotsid fashizmning majburiy belgisi emas, biroq aynan natsizmning asosiy xususiyatidir. Xo'sh, nega bu mudhish tushunchalar ko'pincha adashtiriladi? Chunki natsizmga ko'pincha fashizmning bir qismi ko'rinishida qaraladi. 1945-yildan keyin esa fashist so'zi nutq va ommaviy axborot vositalarida natsistlar va har qanday o'ta o'ng yo'nalishdagi zo'ravonlikni ifodalovchi umumiy atamaga aylandi. Shuni alohida ta'kidlash muhimki, fashizm ham, natsizm ham antidemokratik va insoniyatga qarshi bo'lgan mafkuralardir. Bu g'oyalar tarixan ommaviy qatag'onlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarga olib kelgan. Ular inson qadr-qimmatini yerga uruvchi, nafratga asoslangan nosog'lom mafkuralardir. Tarix yo'nalishidagi bilimlaringizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.